Assalomu alaykum. Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun sizlar bilan Kamin nimalar haqida gaplashamiz. Hurmatli tomoshabinlar, manzilimiz Uchuyda. Bu tomon Yozyovon, Oltariq, Bo'yda. Qo'ldan kelgancha hurmatli tomoshabinlar, biz ilg'or drabilkalar bilan shartnomamiz bor. İnşallah faqat gap pulda ham emas akalar. Men o'zim yaxshi narsani obunachilarimga tavsiya qilaman. Menga drabilkalarning syomkasi kuniga kerak bo'lsa 2 marta bo'ladi, lekin menga ish beradigan kerak. Chunki o'zimga yaxshi ko'r da'vo qilgan narsani obunachilarga tavsiya qilaman. Ko'rasizlar, xudo xolasa yaxshi narsalarni sizlar uchun obzor qilamiz akalar. 2025-yilda ilg'or drabilkalari chiqadi Abrorus kanalida. Qo'ldan kelgancha hurmatli tomoshabinlar chiroyli qilib yo'lda qilib berishadi. Kamin terindi bolalarini o'zi O'zbekiston Respublikasida bilmagan odam ham qolmadi shekilli, chunki ishlab chiqarishga haliga o'zlari ham qiziqadi va aksariyat ishi mana shu ishlab chiqarish orqali bo'ladi. O'zi yer yuzida Xitoy tursa ishlab chiqarishda, Xitoydan oldin kamin terin tursa kerak. Ko'rasizlar, like bosasizlar akalar, qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Eski o'zimizda bobolarimizni gapi bor, kamin teringa urg'u berib ketgan. Cho'ntagida 100 ming puli bo'lsa, yarmini ehson, yarmini ishlab chiqarish qiladi bular. Haqiqiy o'sha yaxshi ko'rishadi ishlab chiqarishda. Xudo xolasa sizlarga videorolik boshlaymiz. Shukrullo akamiz bizga chiroyli ma'lumotlar beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukrullo aka, qalaysiz? Tuzumsiz? Rahmat. Obunachilarga salom aytib qo'ying akajon. Assalomu alaykum. Abrorus kanalining ashaddiy obunachilari. Abrorus o'zlari ismlari Habibulloh aslida. Xalq nomidan kelishadi. O'xshasa yaxshi chiqibdi deydi. O'xshamadi degan narsa o'xshamabdi, bo'lmaydi, buni qo'ymayman. Bo'ladigan narsa haqing deydigan aka. Xudo xolasa hozir o'zlar baho berishadi. Like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddamiz. Hurmatli do'stlar, qisqa va lo'nda video bo'ladi. Shuning uchun like tayamay bosinglar, videorolikni boshlaymiz. Xo'p, bu yerda akalar, chorvador akalarimizni xullas ishi bitadi. Mana bunaqa o'zi ko'pchilik ham ko'rdi, tayyor kamplik qozoni bilan shuni tagiga o't yoqasizlar, ichiga atalarni qo'yasizlar, 1 soatda hal bo'ladi. 350 kilogramli atala qozonlar, drabilkalar hammasidan bor. Drabilkalar necha xil bor akajon? Drabilkalar bizda hozir 10 xilga yaqini bor. Hozir videoga uzoq bo'lmasligini emas hisoblab faqat 220 lar terganmiz. 220 voltga ishlaydiganlar terilgan. Hammasi 220 ga arzon, qimmat, o'rtacha narxlar hammasini qo'yganmiz. Bitta-bitta tanishtirib o'tiraveramiz. Tanishtirib o'tirilaveradi. Akalar, har tomonlama endi biz ham o'zim ham usta bola bo'lganman duradgorlik sohasida. Qulay narsani ish qilyapman. Mana bu drabilkalarni ko'rasizlar, hamma qulayligi chiqarilgan. Bu faqat chiroyli turish uchun emas. Mana bu ochib bekilganda, ishlaganda, hali ozgina soptirib o'chib qolaveradigan drabilkalar bo'lmaydi bular. Xolosalaring bug'doy somon, beda, sholi poholgacha chiqarib beramiz. Ko'rib baho berasizlar. Akalar like deb bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ushbu video gap o'g'il bolacha gap bo'ladi. Har 15 kunda video chiqadi. 15 kun ichida akalar 2000 ta like yig'sa, Shukrullo akamiz va Abrorus kanali nomidan bitta yaxshi ehson talab, mana shu narsaga talabgor odamga bitta drabilkani har 15 kunda ehson bo'ladi. Faqat 2000 ta like da emasdan bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bizda gap bo'ladi. Shunchaki aytib qo'ymaymiz. To'g'rimi aka? To'g'ri. Bitta ishlaydigan drabilkani o'sha boquvchisi yo'qdir. Balkim qari otaxon, onaxonlar mol boqar, lekin kakpolojna qilib jo'natamiz. Bo'larmi? Yetkazamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Drabilkalarda nech puldan nech pulgacha qanaqa xususiyatlari bor? Xo'p. Drabilkalarda hozir eng chempion originali 3 million 300 ming qilib qo'ydik. 3,5 million edi narxi. Mis motor bo'ladi. Mis motor 3 million 300 ming dastlabkasi bilan. Sholipa xolam chiqaradi, pichoq 20 ta. Haqiqiy effekt beradigan original apparat hisoblanadi. Bunisi shu apparat bilan bir xil alyumin motor. Alyumin motor. Akalar, alyuminda ham alyumini bor. Hozir tarozni ham ko'rsataman. Alyumin bo'lgani bilan vesi og'ir, bu ham sholipa hollarda ham chiqarib beradi. Alyuminda $50 bor, $90 bor. Motor. Kilosini ham bemalol ko'rsatamiz. Video davomida ko'rib borsa, hammasi ko'zlar ko'rishaveradi.
Hurmatli do'stlar, eng chempioni 3 million 500 minggacha sotilgan bu narsa. Inshaalloh effekti zo'r bo'lgan. Bunda 2 oy, 2,5 oy oldin ilg'or drabilkalarini syomkasi chiqqan bizda. Ko'pchilik o'sha 50 ta 60 ta mol boqadigan akalarimiz ko'p oldi. Men 2 oy vaqt qo'yib berdim desa ham bo'laveradi. O'sha xulosalarni eshitdik. Yomon gap eshitmaganimiz uchun bo'ldi. Ish boshlandi. 2025 xudo xolasa sizlar uchun xizmatga chiqadi. Sholi pahol deysizlarmi? Hammasi maydalab berilaveradi. Xo'p, buni narxi necha pul? 3 million 300 ming so'm. 3 million 300 ming. Yetib borish narxi. Yetib borishi bilan 3 million 300 ming so'm. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab ham yetkazib beramiz. Biz O'zbekiston bo'ylab aytdim, faqat Qoraqalpoq bilan Xorazmga ozgina qo'shilib qoladi. Kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Endi akalar bitta narsada u tomonga ham ketaveradi. Misol yo'li bo'lsa bitta Isuzuda 2 ta 4 ta qo'shib jo'natib yuborish muammo emas. Garantiya bemalol beriladi. Motorga garantiya hech kim bermaydi aka. Motor korobkadan ochiladi, yangi qo'yiladi. Lekin 2 yil, 3 yillab ham ishlatib, birorta odam hali motordan yo boshqasidan jalba tushgani yo'q. Xo'p, mana buchi. Bu original, haqiqiy alyumin motorda original mana shu bo'ladi. Hurmatli do'stlar, xohlasalaring bor-ku, pishlaka blokda ham, toshda ham, o'shda ham chiqarib berilaveradi. Foydasi yo'q. Xohlasalar chiqarib ber desa chiqarib beraveramiz. Buni bor-ku, bitta tashab qo'ygandan keyin men o'zim guvohi bo'lganman-da, o'sha nomi kuchli drabilkalarda ham tosh tashagan, g'isht tashagan, singan, videoni kes, boshqatdan qo'y. Unaqa narsalar ish bitmaydi. Sizlarga effekt bersin bo'ldi. To'g'rimi aka? To'g'ri. 3 million 100. 3 million 100, 3 million 300. Mana bularchi. Bu ham ikkalasi bir xil, faqat dumaloqli, to'rtburchak variantda. Mana yangilik qildik. Bu 2 million 600 ming so'm. Qimmat alyumin motor bo'lgani uchun pichoq 14 talik. Buni arzonlari bor. Masalan, kimdir rubin qo'yadi. Davom eting. Kimdir rubin qo'yadi. Mana motor qo'yib qo'ydik buni. Buni ham yo ish bermaydi demayman, ish beradi. Bulardaqa ish bermaydi. Motori baquvvatlar. Bular 2 million 200 mingdan olib borib beramiz. 2 million 200 ming. Hamma narsasi bir xil, faqat motorda farqi bor. Shu ham hurmatli tomoshabinlar, somon maydalaydi, bug'doy chiqaradi, makka chiqaradi, ketaveradi. Bu universal xullas. Somon, don mahsulotlari, hashak hammasi ketaveradi. Quruq hammasini chiqaradi. Xo'p, bularning narxini aytib o'tdik-a. Endi 15 kundan akalar video chiqadi. O'sha butun somonni ham tiqvorsa ishlaydigan apparatlar hozir shu yerda tayyor. Ularda отдельный video qilamiz. Cho'zilib ketmasin degan ma'noda qilingan. Xo'p, bularda hozir ba'zilar tanishtirgandan keyin yengil ishlashlarini ko'ramiz. Mana bu yangilikni bombachasi. Xo'p, 250 litr. 250 200. 350 250 200 hozir shularni tayyorlab qo'ydik. 500 litr, 400 litr qancha aytsa, kelishib tayyorlab beramiz hammasini. Komplekt xohlasa mana Hokaga garilkasi bilan birga olsin, motorlari bilan komplekt. Xohlasa Atrabon garilka kelasi ham bir xil. Bular narxi 2 million 300 ming so'm. Vodiy bo'ylab yetkazib berish ichida. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. Shunday Hokani tashab o'taqadi ishlayveradi. Muammo yo'q. Akalar, endi men atalarni maqtamayman ham, yomonlamayman ham. Atalarning ham o'zining o'rni bor, quruq yemda hamda. Misol sog'in sigir boqadigan yoki et ariqroq buqa boqadigan akalarimiz ma'lum bir muddat bersa bo'ladi. Etini bo'shatib olgandan quruq yemga o'tkazib yuborganda ishlatadi buni. Ziyoni yo'q. 2 million 300 ming so'mmi? 2 million 300 ming. Yetib boradi. 350 litr misol uchun 20 ta buqasi bo'lsa yoki 15 ta bemalol yetkazsa bo'ladi. Xohlasa yana bitta narsa aytib o'tdik, qopqoqlisi bor. Buni ham qopqog'i bor aslida. Qopqoqli bo'lsa 200 ming pul qo'shilib qoladi. Ko'pchilik qopqoq so'ramayapti hozir. 2,5 million agar sizga qopqoqlari bilan bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsasiga ham e'tibor beringlar akalar. Bu yengil narsa emas bu. Qalin narsa. Hali kapron balonda tagi bu. Tagi 25 kg chiqadi. Xo'p, bu ham Hokali 250 kilogramli. Bu nima deymiz? 250 litr bu 2 million 100 ming so'm. Komplekt bu ham. Ham o'choq, ham qozon, ham yonishlari ham ichida bo'ladi. Bunisi 200 litr. Nech pul dedik?
2 million 100 ming so'm. 2 million 2 million so'm. Mana bu 2 million so'm. Mana qo'pqog'i bilan. Qopqog'i bilan. Shu turishi? Yo'q, qopqoqsiz holatda 2 million 100 ming, qopqog'i bilan 2 million 250 ming. 2 million 250 ming. Ha. Bu 200 litr eng kichkina varianti mana shu bo'ladi. Hurmatli do'stlar, shu holatda ko'rib bahoni o'zlaring beraverasizlar. Bu misol 6 ta 7 ta buqa boqadigan akalarimiz bo'lsa, hali effekt bo'ladi. Mana bu atrabonga ishlaydi akalar. Mana atrabonni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, mana etiga kuyib qo'yasiz, ma'lum 1 litrda 5 litr oladi idishi. 5 litr bilan bittada yonib ketadimi yoki yonmaydimi? Qaynaydimi? 5 litr bilan 200 litr bilan 250 litr bemalol qaynaydi. O'sha bilan 5 litr necha pul bo'ladi narxi? 5 litr buni narxi hozir 4000 so'm atrofida. 20 ming bo'ladi. 20 ming so'mga 250 litr bemalol qaynatib 20 ming so'mga. Hurmatli do'stlar, shu qaynaydi. Bu hoka garilkaga kelsak, bular 500 so'mdan 300 so'm atrofida kilosi. Bu necha kilo bilan qaynaydi? 10 kilo, 12 kilo bilan qaynaydi. 10 kilo, 12 kilo bilan o'sha qaynaydi. Endi akalar bu narsachi qishda ko'proq, yozda kamroq bo'ladi. Nimagaki havoning issiqligini hisobiga ozroq ketishi mumkin yoz oylarida, ha? Qishda esa rasol 2 kilo ko'payadi. Shu komplek mana shu turishi 2 million 300 ming, 2 million 100 ming, 2 million. Agar qoppog'i bo'ladigan bo'lsa, uznisi endi temir haqqi qo'shilishi mumkin. Shu aka, shu bu teshilib qolib 15 kundan keyin zaylab ketib ish ko'paytirmaymi? Unaqa material bo'lmaydi. Konteyner o'zimizni qo'limizda nima yo'q, bu konteyner 2 lik bo'ladi qalinligi. Ha. Bunaqa shalbalar tushgani yo'q. Hozir sizga mana 500 litrli 1 tonnali desam qilib beraverasiz? Qilib beraveramiz. Qilib beraverasiz. Zakaz bo'yicha aytganini qilib beramiz. Hurmatli do'stlar, ko'rsatdik. Nariga tomonga keyingi mavzuga o'tamiz. Aka, bizga ma'lumotlarni siz tayyorlab turing. Ishlatishga tayyor qilib, akalar, vaqti bemal sizlarga mana bunaqa fermalar zarar bo'lsa, konteynerda qilib berilaveradi, xizmati bor. Bemalol hamma joyda taqqoslab narx-navoni arzon ham qimmat emas, lekin kачественный sifatiga garantiya beradi. Taqqoslab olaverasizlar. Ya'ni kimgadir narxi muhim, kimgadir sifati muhim deydi-yu. Shuning uchun bemalol hamma joyda ko'rib kesalaring ishni bitirib beraveradi. Agar Abroriz nomidan chiqsalaring, buni ham cho'mcha xayri bo'ladi. Endi buni narx tushirib ketavergan bilan nima deydi, hurmatli tomoshabinlar? Hamma hisob-kitob bu yerda 10 ga yaqin akalarimiz tirikchilik qilyapti. O'sha mehnatiga pul qo'yiladi-da. Shu. Hozir ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz, ketdik. Xo'p aka, lochin ilg'or metal drabilkalari. Xo'p. Sholpahola. Eng asosiysi apparatlar o'sha originallari chiqaradi sholpahollarda. Qolgan hammasini chiqaraveradi hamma apparat. Sholpaholga kelganda apparat haqiqiy gapiradigan joyi shu sholpahol. Juda qayishqa nima bo'ladi? Chiqarib ko'rsatib beraman, sholpahol chiqaraman. Bu yerda moshpalak, beda, abi ho'l quruq bor, uni ham chiqarib beraman. Ho'l quruq original bemalol chiqaradi. Ho'l ham quruq ham. Boshladik aka. Hurmatli do'stlar, ketdik. O'sha motori ham eng originalida bu. 300 ming. Sholpahol chiqaryapti. Eng muhimi sholpahol. Narigi nodir quraqda.
Hurmatli tomoshabinlar, keyin sizlarga yana bitta narsa aytib, videoni pauza qilmadik-a. Mana bu narsasi bor. Endi bu yengil hali ochib bekilish uchun qilinganda hali ortiqcha dahmazasi yo'q buni. Ko'ryapsizlar mana, ichi to'la tosh. Mana bu ham qalinki. E'tibor berib qo'y. Bu apparatni o'zi aslida hozir men hammasini aralashtirib chiqarib yubordim. Ho'l chiqargan paytda mana hozir o'rib kelingan bu ho'l narsa chiqarganda umuman setga qo'yishni maslahat bermayman. Endi videoni to'xtatmadim, bitta boshlaganda chiqarib qo'yaverdim hammasini. Asosan bitta bu apparatni yurishdan maqsad mana shu sholi poyani chiqarib berish bo'ldi bitta. Maqsadi? Maqsad. Mana sholi poyani chiqargandan keyin qolganini chiqarish hojati yo'q o'zi aslida. Eng qayishqaq. Bunga nima ekan bilasizmi aka? Nima ekan aka? Aytingchi. Siloska. Silos bitta qo'shib beraverasiz. Xo'p, ko'ryapsizlar akalar, pauza bo'lgan yo'q. Ishlaydi. Отвечаю deydi-yu. Garantiyali narsa. Xo'p, mana bu yerda keyin yoqmang. To'kni o'lchab beradiganlar ham bor. Uni hali o'zi aslab tushuntirib o'tirish shart emas. Endi ko'rsatib qo'yapman. Mana bu narsalari bor. Sal past to'kda tashaveradi bu yo'qmi? Kuchayib ketganda, pasayib ketganda o'zi tashaveradi akalar. U avtomatik joylangan. Xo'p, buni nima qilib beramiz aka? Aka, ikkala apparat bir xil hozir gapirib o'tdim. Bu mis motor va alyumin motor. Alyumin motorda originali bo'ladi. Bunda ham aka mana xuddi shu sholi poholni chiqarib beraman. Bundan kam chiqarmaydi aka. Buni arzon alyuminlari bor, chiqarib Rubin degan motorlar bor. 2 millionlik apparatda turibdi. Ular chiqarilmaydi buni. Hurmatli do'stlar, chiqarib ko'rsatib beraman. Kimgadir buni endi ustakalarimiz, akalarimiz yaxshi tushunadi. Alyumin bilan mis farqi bor. Mis qimmatroq yuradi. Alyumindan bundan ko'ra 200 ming arzon yuradi-ku. Sizga qaysi udobniy bo'lsa qilaverasiz, lekin mana alyuminda ham originali. Hozir buni mana ishlash jarayonini ko'rdik-a. Endi mana 200 ming arzonnikini ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan? 200 ming arzon, buni maslahat beradigan joyimiz to'k pastroq bo'lsa, alyumin olishni maslahat beraman. Alyuminda olishda adashib qolmanglar, alyumin bilan alyuminning farqi bor. Mana hozir ishlab o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar, ishlatib ko'rsatib beraman. Ishda ishi bor deydi-yu. Ketdi, bismillah. Bismillah. Tomoshabinlar, farqini bildilaring bilmadilaringmi? Ana yozib qo'yinglar. To'g'ri to'g'ri. Aytmagan odamga buni alyumin deb o'ylamaydi chiqarishini ko'rgan odam. Mana. Mana shu sholi poya bo'ladi. Mana shunaqa maydaligida, keyin bu sekinroq chiqardik, o'zi unchalik bilingani yo'q. Bu mayda setka, qo'y bob variantda chiqqanligi uchun maydaroq chiqardi. Hurmatli tomoshabinlar, shu. Xo'p, bularda ham akalar blok chiqarib beraymi? Blok ham chiqarib. Foydasi bormi yo'qmi? Yo'q, kimdirlar chiqaradimi yo'qmi ikkilanib qolib, o'zi videolar ko'rsa bilishadi o'zlari chiqarganimizni-yu. Bugun aka hamma mis motorda chiqarib beradi. Men alyumin motorda ham, mis motorda ham chiqarib beraman. Bu apparat bilan bu apparat farqi yo'q. Bu dumaloq variant, bu to'rtburchak variant. Kimga qanaqasi ma'qul kelsa olaveradi. Kimgadir bunisi, kimgadir bunisi. Mablag' arzonroq 2 million 600 ming so'm. Mana shu qimmat apparatni
Motori bilan bir xil. Faqat pichog'i 14 talik aka. 14 ta. 14 talik. Pul yengilroq variantda. Lekin ish berishi Bir xil. bir xil. Aka qarang, hamma o'sha alyumin misni maqtaydi-yu, Ha. misni maqtab tosh tig'ishni chiqaradi. Biz alyumindan o'sha ishni qila olamiz. Qila olamiz aka. Uyalib Siz qolib, uchun o'chir, kezda yurmaymizmi? chiqarsa ham, chiqarmasa ham qo'yasiz aka. Qani boshladik. Bo'ldi. Akalar hamma kabellar misda topib qo'ysa, olamiz, aka. alyumindan ko'rsatib berishadi. Ko'rasizlar? Holatga baho beraverasizlar-da. Qani o'sha zo'r. Ha, shitga qo'yaylik. Mana Aka mana ikkita qo'ydim. Mana bisi mis motor, mana bisi alyumin motor. O'sha bilan bemalol solishtirib olaverasiz. Bir xil. Motori mis motor. Bu shali chempion original apparat. Ikkalasi ham. kelasi. Bu alyumin motor. Hop, buni aka bemalol hozir arzon alyumin, qimmat alyumin deb ko'p gapirdim. Men Tarozda ham buni isbotlab beraman. 2 xil, 3 xil alyumin motorlarimiz bor. Bu. Ularni hozir bemalol chiqarib ko'rsatib Nima beraman. chiqaramiz? Bunda mana shu reykalarni mana aka, o'ris yog'och. Ikkalasini ham chiqarib ko'raman. Bo'ldi. Endi xohlasangiz aka mana shu alyuminni o'zida chiqarib beraman. Mis motorni hamma ko'rishgan. Mis ko'rgan. Mis chiqarishi aniq. Alyumindagi qiziq deydi-yu. Ko'rasizlar. Nima qildi? Boshladikmi? Buni sal nima qilik, kichraytirga tashlab yuboramiz. Bo'l bu tomonga chiqar. Bu tomonga chiqarib chiqarib. Hurmatli Endi do'stlar, sal betga o'tib olasiz endi. Mol betga tortyapsan, o'zi shu joyga qo'yib qo'ydim. bo'ldi. Hurmatli do'stlar, mana blok, o'sha shlaka blok. Mana yog'och. Qo'ldan kelgancha Hop. Yana bitta olib bering. kattasini olib bering. Olib kelavering, olib kelavering. Hurmatli do'stlar, blok. Bu tomonga o'tib. Mas yog'och sen chiqarding, qo'lim nimada? Chiqarib ko'r. Chiqar. Qo'y. Aka. Blok. Suv yo'qmi? Suv olib bunga hojat yo'q aka. Hurmatli tomoshabinlar, mustaqillangan narsani alyumindan ham qilsa bo'ladi. Faqat originali bo'lsa deydi-yu. Shuning uchun ko'rsatib berildi akalar. Xo'p. Hozir hammasi suvda ham ko'rgisi kelib turgandir, ha? Suvda ham ko'ramiz. Ko'chirmaymiz. Otganchak. Bos. Yana bo'lmasa. To'xtasa bemalol ko'rsataveramiz aka. Harcha parcha bo'lib ketdi deydi. Xo'p. Faqirni ham tashlab yuboraymi? Ishlab turadi faqir. Aka buni ham chiqarib tashlaymiz. Xo'p, to'xtasa aka pichoqlarni ham bemalol tekshirib ko'rsatamiz. Ko'rsatilaveradi. Buni necha pul dedik? 3 million 100 ming so'm. Dumaloqligi ham, to'rtburchakligi ham, buni yonbosh varianti ham bor aka mana bu yerda. Hammasi narxi bir xil. 3 million 100 ming so'mdan. Videoni akalar cho'zmagan holatda tez londa qilishda harakatdamiz. Aka hamma mis motorda chiqaryapti bizda mana. Apparat mana bu Yengilligida hurmatli tomoshabinlar tez to'xtab qolmayapti. Ko'rib baho beringlar. bemalol pichoqlarni ko'rib olishingiz mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, o'shandan keyingi holat bu. Ko'rib turibsizlar. Toshni ham ko'rdingiz, sekin tashlamadim, tashlab yubordim. Shuning uchun mana hozir sidiriladi pichoqlari. Xullas shu. Endi hurmatli do'stlar, kelaverasizlar. Lokatsiyani tushuntirdim. 3 uy bor-ku. Bu tomoni Oltiariq, bu tomoni Yozyovon, bu tomoni Buvayda.
yoz yog'ondan 30 kilometrdan chiqadi, bitta uchuya. Ha, 30 km. 30 kilometrda 28-kilometrda chiqadi bu yer. Bemalol kelaverasizlar. Sizlarga ham mabodo mana buni o'zi zaril bo'lsa ham, mana buni o'zi zaril bo'lsa ham xullas qilib beriladi. Akalar, imkoniyat bor, ishlab chiqarish o'zlarining qo'lida. Bemalol behijolat Abroruz nomidan chiqsalaring, yana ham arzon qilib beradi. Mana motorlarni ham turiga kelib ko'rsatib Mana qo'ydi. motorlar aka. Men maqtagan motori mana shu aka motor bo'ladi. O juda og'ir bu aka. Ha, mana aka. So'z isboti bilan bo'lsin, mana bu yoqvosh. Hammasini tortib ko'rsatib beraman. Eng zo'ri shu. Ha, alyumin motorda eng zo'ri shu. Aka, bu ham alyumin motor. Rubin ko'pchilik qo'yishadi. Qimmat motor Qani misti zo'ri. Misti zo'ri Ariol bo'ladi aka. Ariol. Bu endi u garantiyadan o'tgan narsa. Mana bu Rubinni qo'yganlar-ku. Endi qarang aka mana. Ha, mana qo'yamiz. Nol bo'ldi to'g'ri mana. 20 kilo 545. 545. Endi mana bu hamma qo'ya turgan Rubin motor. Ha, Rubin. 21 kilo 195. Polvon tosh. Endi biz maqtagan o'sha original 25 kilo 55 gram. Mana buni ham bitta qo'yib qo'yaylik. Xafa bo'lib qolmasin. Bu mis motorimiz standarti 23 chiqish kerak. 23 35. O'sha standarti bo'yicha bu. Hurmatli do'stlar, xullas gap bundasalarda isbotlashsa bas. Ish beradigan narsani chiqarishda. Xullas kelaverasizlar. Hammaga omad, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Keyingi videolarda akalar yana ham kengroq va originalroq videolar qilishga harakatdamiz. Like bosinglar. O'sha gap akalar. Aloqaga chiqaverasizlar.